Qanmurat abi bu savollarni olish uchun necha sharti nima buning? Süleyman Kara. Bu narsalarni yutib olish uchun bir o'yin hech narsa yo'q. Shart yo'q. Keladi, shart yo'q. Keladi, savdoni qiladi. Savdo qiladi. Nechik summada qilsa, shunga qarab sovg'alar ham ko'p. Pilisos, televizor, kirmashin, toza xo'jaliklar bo'lgan. Ina qazonlarimiz komplet. Pishchalarimiz boyna, misorobkalar bor, cho'p berdiydi, ina xotin-qizlarimiz biladi. G'alalarimiz boyna. Hamma narsa bor. Barabar beramiz. Yo'q, men pul qaqyatırman desa, pul qaqışı uchun mehron beramiz. Gap yo'q. Bonus. Mehron beramiz. Bugun 25-aprel Urganchda Tayga bozoriga keldik. Bu yerda birinchi qo'l strapila, ag'at hamma narsa bor. Hozir narx-navolarni tanishtirib chiqamiz. Men Elerang bilan keldik. Videoning oxirida manzillarni tushuntirib o'tamiz. Bu yerda birinchi qo'l Taxtayog'och bozasida bo'ladi, skladi bo'ladi bu yer. O'zingizga nima kerak bo'lsa, shu yerdan assortimentlarda aytib har xil assortimentda mahsulotlarimiz bor. Hozir video davomida ko'rib boraverasizlar. Aziz do'stlar, Taxtayog'ochlarimizni narx-navosi bilan tanishtirib o'tamiz. Bizga hozir to'liq ma'lumotni Muratbek og'am tushuntirib o'tadi. Assalomu alaykum og'a. Assalomu alaykum. Elerbek ishi yaxshimi? Sulaymon yaxshimisiz? Amosa keldingizmi? Xalqimizga bir ko'rsatib tushuntirib bering. Noyda, noyog'och, necha so'm, hammasi. Bo'ldi. Hamma narsani bir yandan ko'rsatib beraman. Keling, ag'achlardan boshlaymiz birinchi. Bular nereden keladi asosan bu yog'ochlarimiz? Bu ag'achlarimiz Belarusyadan, Rossiyadan kelib turibdi. Materiallarimiz, har xil razmerlarimiz bor. Razmerda kerak bo'lsa shundan topsa bo'ladi. Hamma narsani topsa bo'ladi. Shu to'g'ri üzerimizga kelsa, to'g'ri egaga ham bo'ladi-da. Yana bular hammasi o'nliqli razmerlar yana. 4 metr, uzunligi 4 metr, diametri 10 santim bo'ladi. Yana bu tarafda oldindan boshlaymiz yana. Qurib turibdi-kan, ha? Bravo. 100% qurigan narsa. Xalosa izgan narsalarimiz bor. 10lik razmerlarimiz bor. 11lik desa 11lik bor, 12lik desa 12lik, 13, 14, 15 ta ketaveradi. Har xil razmerlarimiz bor. Bularni 90 ming so'mdan sotib o'tiribmiz bularni. Kelsalar, gelishtirib, dastlabki qilib, gelishtirib, dastlabki qilib. Yo'q, dastlabkasini üzerimiz qilib beramiz. İçinde qilib beramiz. Dastlabkalarni içinde qilib beramiz. Bonuslarimiz bor. Bonuslarimizdan qo'shib berishga harakat qilamiz klientlarimizga. Shu ko'nglini topasiz. Shu roziman deb ketgan darajaga olib boramiz. Yana masalan, bularimiz yana 14lik, 15lik, bunda bor 16lik razmerlarimiz. Yana bunday narsalarimiz bor yana. Bularimiz furasi bilan turibdi bular. Bular furasi bilan turibdi. Bularni viloyatdan kelgan klientlarimiz bor. Spetsiyasi bor. Bir furadan necha ko'cha kelgan bo'lsa, shularni ko'rsatib berib, ma'qul bo'lgan narsalarni beramiz. Yine mesela 4,5 metrlik vesairemiz var. Bu 14'lik bu. 4,5 metr 14'lik narsalarimiz. Keyin imında var keyin 12'lik narsalarimiz bu. Bu 12'lik 4 metrlik vecimiz. Bulan bakalarına gelen olsak 130 bin so'mdan satıp oturtmuz. Eğer seni adamlarınız bulup ben şu neden görüp geldim dese geliştirip yine skitçe bakada arzarak etip berk bilemem. Yana qalasa shu yerdan ekib satsadan bo'laveradi, ha? Bo'ladi. Birdan ekib satsalar ham bo'ladi. Har xil razmerlarimiz bor. Bularimiz 14lik. Bunda 15lik vazlarimiz bor yana. Optim naqtakanda. Optimlar havo. U ikkinchi ko'la o'tib o'tirmaydi. To'g'ri pasidik, sasidiksiz. O'rtada edallasiz. Gelib to'g'ri bizda olaveradi. Yana bunda 16lik narsalarimiz bor yana. 16lik ajoyib shiqqi narsalar yana, sapsari ajoyib. Bular drochkami bular? Ha? Drochkami bular? Drochka, joyning ustiga bosiradigan ag'achlarimiz. Yine bir de yine 3 metrelik 12'liklerimiz var. 100 bin so'mdan qo'yibmiz. Assortiment ko'p. Assortiment taxtalarimiz var. Bir de 6 metrelik taxtalarimiz var. 13'lik, 14'lik, 15'lik, 16'lik razmerleri var. Bu tayyor, azan olib borib ishlativeradi. Doğru, qurugan. Doğru olib borib bosib beradi. Taxtalarimiz var. Har xil razmerda, pol taxta, strapil, har xil razmerlarimiz var. Bularni ham geliştirib arzonatib beramiz. Yaxshi. Mahsulot ko'p, ha? Mahsulotlarimiz ko'p. Eğer de bir diyelim klientler furası bilan alaman deydigan bo'lsa, furalari bilan bersak bo'ladi. Furası bilan turgan narsalarimiz bor. Katta bir biznes bilan shug'ullangan. Har bir ishini proleta furasini tushib qo'yibman. Hozir arena o'tsangizda arenda yana bir ko'rsatib o'taman-da. Keyin bularni narx-navolari bilan tanishtirib o'taman. Uzunroq o'xshaydi bular arqadan. Bular 6 metrliklarimiz bular. Keyin 4,5 metrliklarimiz var, 5 metrliklarimiz var. Razmerlarimiz var. Eğer de yok razmer bo'lsa, aytsalar, aldıraveramiz yana da 5 metrlik kerakmi, 6 metrlik kerak desa, yok razmer bo'ladi bo'lsa,
birazını aytsalar, vanda yine aldıstıra veremiz da. Zakaz bo'yicha. Zakaz boyunca hava. Zakaz boyunca. Yine mesela 9'luk 4,5 metrelik. Köp yerde yok bu nerse. Babam hele gerekli yerinde işi o yerleri buladı da bunu bir adama gerek bok kalan yeri oladı da bunu 6 metrelik alıp bilmiydi. 6 metrelik kımmat açadı. 4,5 metrelik gerek bokan klientlerimize yine 4,5 metreliklerim var. Hem tekis ekan ha. Hep tekiz hava. Silindropke. Bir tekiz. Elde arkası bir xil razmerde. Bu narsalarımız yine 15'lik. 15'lik 6 metrelik. Belki durganımız 14'lik 6 metrelik. Yine yan kayıtkanım ne? İbolayına furası bilen Xatarında sürük köpümüz yine. Köp. Yolda yatırgan ağaçlarımız köpeli. Tovar ko'p. Tavar köp. Nechik razmerda kerak bo'lsa? Nechik razmerda gerek olsa kelaveradilar. Ana aryan tarafta pol taxtalarımız var. Kurib turibdi navesteyinde. Ya gökerib, ya pislab, durgan yeri yok. Sapsarı altını yolib turibdi ana. Az yerlere apar göstermen, sıkılatın içlerinde var. Sıkılatın içinde gösterip köpümüz. Bu narsalarla beraber. Kalasazda yönünde taxtanı azı bir gösterip ötemen, sıkılatın içinden başlayımız. Bu narsalarımız 13 aramlık, azı yine kurutkiye. Dətib göstereyim sizlere. Polluqmi bular? Bular polluk narsa yine 13 aramlık, 13 kurugandan mı? Tayyor holat. Tayyor, bu 4 metrelik bu. Kalınlık ham 2 yarım bulan yine. 2 yarımlık. Bu narsanımızın bakası 50 min somna. Mana yine kurusunda aralarını açıp ucu kurutup koypumuz. Yine bu narsamiz 6 metrelik. Şu narsanın 6'sı. 6 metrelik. Bu şu narsa uzunluğu 6 metre, bu 4 metrelik. Bunun bakası 75 min som. Yine. Göre versinler. Klientlerimiz gelip göre versin yine. Mazalışık bir narsa bu yine. Yine. Tep-tekis, içinde bir nesi yok. Hiçbir Defekt yok. defekt yok yine. Göre versinler. 100%. Acayip narsalarımız. Bu azgın eken kopu da bulaması imandan durttu yine. Tovar ko'p. Tavarımız köp. Hele izgap durttu. Bu taza başlan biz ismillerden emasmiz bize. Evvelden keltirgansizlar. Bize evvelden, köneden yatırgan biz ismillerden bize. Bize ustamız var. Yine 4 metrelik. Ceyimin de bayına. Bir para klientlerimiz buladı. Bana toşlu üçlük gerek dedi. Toşlu üçlük gerek dedi yine. Odan polluqdikmi? Bu 3,5 gösterip tuttu da mı? Toşlu üçlük hep geldi 3,5 gösteripti. Şpont ettirecek oladılar da indi yani gizmet edi onu. Aşı nerseler hava. Şu nerse boladı da mı? Şpont etkenden keyin 3 tarafı 4 tarafı yon oladı da mı bu nerse? Aşınga dım acayip nerse. Üçlük. Yani bunu rezmilleri bağlı da bunu. Yine 14,5 gösteripti. Vay. Halan rezmerinden var. Strapillerimiz var. Pol taxtalarımız, halan rezmirleri var. Kelishtirib berasiz ha? O geliştirip hemen narsani Xudo xolasa razı bolup ketadi. Klientlerimiz keladi olmasa. Ağa qarang 13lik razmeringizni yog'ochlaringizni aytib ko'rsatib bersangiz, necha so'mdan? Endi buni bahasini aytadigan bo'lsam, bu yine mana ko'p klientlarimiz kichkina nazik narsa deydi-da, bu ulug'ligini qaranglar. Bu 4 metr uzunluğu. Yine 13lik razmeri bu yine 13lik görünüp tursa kamerada. Endi. Hava. Buni bahası 150 min so'mdan qo'yib o'tiribmiz. Optim bahası 150 min so'mdan sotib o'tiribmiz. Shunday narsa buni uzunluğu 4 metr, bahası 150 min so'm. Xalqimizga qiziq bo'lishi mumkin-da 13liklar. Hava. 6liklar ham bormi? 6 metrelik mi? Yine 6 metrelik. Gelin göresiz. İnşallah yine 6 metrelikleri. Yine. 6 metrelik 13'lik. Uzunluk 6 metre. Diametri şu 13 oladı. Bunun bakası 240 min so'mdan qo'yib beramiz. 240 min so'mdan. Yaxshi, tayyor qurib turibdi. Kurub turibdi. İzgari desa izgari, kurusu desa kurusu. 100% kurugan narsa yine. Geladi, halan bir paşyasını göredi. Bana Muratbek işini açıp ver desem bunu açıp veremem, bunu açıp ver desem bunu açıp veremem. Kolunu tutunma. Yani yüklerini o'zlari gaplashib Yükleyenimiz, üzerimiz yükletip veremiz. Yine ballarımız işlep tuttu yine. Azı taxta satıldı yine, 300 tane taxta. Azı klientimize verdik yine, 300 tane mı? 300 tane. Üyüz nerede? City, Ürgen City. Ürgen City'ye yine kuruluşuna dastap ketip beratırımız. Bonusları bile. Neçik oldu? Nakları aydın mı ki? Nakları an köyünde yine. Balları razı etip verdi mi? Makul mu? Makul. Yine işin ersen azı bert turpumuz. Ürgen City'ye dastap ketip bert turpumuz. Böyle birinci maşini bağımda yine ikinci maşin geldi. Üzerimizi yükletip dastap ketip beratırımız.
Siz razımısınız? Sodadan razı mısınız? Aa, razı. Hizmet Yaxşı. için rahmet. Yaxşı ağa. Taxta yağaçlarımız mənzili nerede deb so'raganlar uchun hozir yana to'liqroq ma'lumot beramiz. Ağa, nerda turibmiz biz hozir? Biz hozir Urganch shahrida Xiva ko'pirimiz bayna, mostimiz. Ko'pirni tenidan girib keladi, quruqda aylanib, ko'pirni tegi bilan girib keladi. Ko'pirni tenidan girib kelsa, to'g'rina skalatimizda aldana girib keladi. Xiva quruq deb aytiladi. Hava, Xiva quruq. Shu Xiva quruq ko'pirni tegi deb aytiladi. Anamda yo'lda anamda real metan zapravkasi. Hava, real metan zapravka bo'ladi aylan tarafimizda. Tushunmagan klientlarimiz telefon etib, aloqa chiqib kelaveradi. Tushuntirib aytamiz. Ko'pirni ustidan qarasadan tayga degan ko'rinadi. Ko'rinib turibdi hava. Tayga bazasi deb. Dim tushunmasanizlar video ostida telefon nomerini qo'yaman. Shu Xiva quruq kelgandan keyin telefoninglar. O'zlar sizlar shu yerlarda atroflarda kutib olaveradilar. Hava. Tushunmasanizlar.